Hayotimizda uchrab turadigan isrofgarchiliklar haqida mulohaza yuritmoqchiman. To'ylarda tonnalab ovqatlar ortib qolyapti. Endi ularni yeb yoki tarqatib bo'lmaydi. Achib bo'lgan to'kib yuborishga to'g'ri keladi. 20 ming, 30 ming dollarga tort tayyorlanyapti. Go'zal ko'rinar emish. 400 ming, 500 ming so'mlik tort o'zi yetib ortadi. Kelinning oldida, kuyovning oldida tort tursa bo'ldi. Boshqasining keragi yo'q. 10 ming, 15 ming dollarga nomi chiqqan xonandalarni olib kelishyapti. Undan ko'ra bir mahallada nomi chiqmagan bo'lsa ham bitta xonandani chaqiring. 500 ming so'mga oshib ketsa 1 million so'mga keladi. O'sha jonli ijro etadi. To'ylarda million pullar sochib tashlanyapti. Go'dakni, chaqaloqni tug'ruqxonadan olib chiqish ham juda katta tantanaga aylanib ketdi. Limuzin kimga keragi bor bunaqa mashinalarni. 5 ming, 6 ming dollarga tushyapti. Yana sunnat to'ylar ham o'ta dabdaba bo'lib ketyapti. O'rniga aqiqa bo'lsin, 20-30 kishini chaqirib, ehson qilib osh bersa, shuning o'zi yetib ortadi. Ayollar lablarini shirishga, yuzlarini tortishga, har xil narsalar qo'yishga million pullarni sarflashyapti. Aslida bularga 1 so'm ham sarflashning keragi yo'q. Ko'rib turibsizlarki, haddan tashqari keraksiz narsalarga nom chiqarishga shuncha millionlab pullar sarflanyapti. Aslida bu pullarni xuddi men bir narsaga o'xshatdim. Pulni olib suvga sochib yuborgandek bo'lyapti. Ana shu narsalarni suvga sochib yubormangda, kerakli joyga bering. Masalan, maktabga elektron doska olib bering yoki boshqa bir muammosini hal qiling. Ana shu savob bo'ladi. Nima keragi bor? Keraksiz narsalarga nom chiqarish. Bu nom chiqarish ham 2-3 kundan keyin u to'ydagi tantana, dabdabalar hammaning esidan chiqib ketadi. Lekin birorta maktabga biror dona elektron doska olib bering, u buzilib pachag'i chiqib ketguncha sizga savobi tegib turadi. Bu haqda ko'p gapirdim, lekin hech kim e'tibor bermaydi, quloq ham solishmaydi. Pul ularniki, xohlagan joyga ishlatadi. Yo'q, bu bo'lmaydi. Pulni xohlagan joyga ishlatish emas, balki kerakli joyga ishlatish zarur.